O'rtoqlar, biz Nyu-York o'rtasidagi, Manhattan o'rtasidagi Centralniy parkga keldik. Mana juda katta Centralniy park ekan. 341 gektar ekan kattaligi. Eni 800 metrga, uzunligi 4 kilometr ekan. Men mo'stikni ko'rsatsam, adashmasam shu Adin Doma kinosida shuni tegidan qocharmidi, shunaqa joylari bor edi. Endi bu balki ingni shu emasdir, bunaqasi ko'p bitta odamlar yurar ekan. Mana bu yerda prosta odamlar o'tiribdi, bir narsalar qilib. Mana odamlar o'tdan ustida o'tiribdi. Salqin ekan ichlari, qushlar sayrayapti. Juda bir ajoyib joy ekan. Lekin menga ba'zigina yoqmadi. Chunki ichi zerkarli. Mana buni ichiga do'konlar, bozorlar, attraksionlar, shashlikxonalar bilan to'ldirsa, bir qiziq bo'ladi. Atak mana hech narsasi yo'q ekan, faqat odamlar bo'tlar ustida o'tirar ekan. Shu ham ishmi endi. Hamma daraxt, hammani ozgina kamaytirish kerak. Do'konlar solish kerak. Bu yerga даже bozor ham sig'adi lekin. Territoriya juda katta, 5-4 ta bozor ham sig'adi. Ekoparklarni bu yerga bosib olish kerak. Ekoparklar nima deydi? Eko bozorlarni. Shuni zo'r bo'ladi. U anaqda olmaxon yuribdi mana. Mana olmaxon ko'rasizlar mana. Har qadam odamlardan ham qo'rqmas ekan. Hech kim tosh bilan quvlamas ekan olmaxonni. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar, yana olamiz birpas turib.